Ma'ruf aka, assalomu alaykum. Siz uchun ovoman, mana Bruklindaman. Toshkent supermarketi boshlandi. Tezgina, soddagina ahvolaman. Meva-chevalar hammasini taxlab qo'ygan. Kirish masjiddan. Mana hamma mevalar bor. 24 soat. Kirdik. To'g'ri. Mevalar, fruktalar, ovishlar, sirlar, sutlar, qaymoqlar hammasi bor. Bu yoqda mana tandir qismi. Bizani o'zbekcha non, oq non, qora non, kulchalar, Samarqand non, hamma narsalar bor. Bu yerda batonlar, buxankalar. Mana tandirxona. Bu yoqda meva-chevalar, ovishlar, salyonlar, balular, xullas bu yoqda mana boshlandi. Balu, go'sht, sirlar, go'shtlar, sveji go'shtlar. Endi asl shou bu yoqdan boshlandi mana. Sveji ovqatlar, salatlarni hammasi O'zbekistonni nega bor narsa, o'rislarning fruktalari, ovishlari, ovqatlari, sirniklardan tortib salatlar, tureskiy kuxnya degan salatlar hammasi shu yerda o'zimizda bor. Qozon ham bor, o'zimizning osh qilishar, shashliklar. O'zbegim Toshkent supermarketi butun Nyu-Yorkni boqyapti, mashalloh. Issiq zakuskalar, issiq ovqatlar, sovuq ovqatlar, sovuq salatlar, issiq salatlar, yo'da go'sht, yo'da mana kaboblar. Bir necha xil kaboblar. Sovuqdan tortib, baludan tortib, manti, chiburekilar, mantilar, xonimlar, sho'ralar, somsalarimiz. Bir necha xil somsa, tandir somsa, qiyma somsa, kotleti. Hamma narsa muhayyo qilib qo'yishgan. Balularni ham bir necha xili. Bir necha xil balular mana ko'ryapsiz. Sovuqdan tortib, issiqdan tortib hammasi bor. Halol go'shtlar. Soyga joyga chiqdik. Halol go'sht. Tovuq, xohlagan narsangiz mana dubgacha bor. Endi yosh mol deydimi? Vil deydi, shunaqa hamma narsasi bor. O'zimizdan O'zbekistondan olib kelingan gulchilar. Xullas tandir go'sht turibdi. Hamma narsa shu yerda muhayyo. Mana tandirlar. Maydacha dumla, katta dumla, jigar, qo'y go'shti, balular, bu yoqda mana salatlar, tuzlamalar, sho'rvalar. Bu yoqda osh boshlandi. Tandir oshlari. Choyxona, palov, somsaxona.